Boshladik. Dars qanaqa bo'ladi hozir? Boshladik unda. Xo'p, demak, bugungi mavzu lipidlar, ya'ni yog'lar. Lipidlarni demak, sxematishni birinchi bo'lib tushunib olish kerak. Ikkiga bo'linadi. Bular oddiy lipidlar va murakkab lipidlarga bo'linadi. Shundan oddiy lipidlarni tushuntirishni boshladim. Oddiy lipidlar ham o'zi ikkiga bo'linadi. Neytral yog'lar va mumlarga bo'linadi. Neytral yog'lar ham o'zi ikkiga bo'linadi. Hayvon yog'lari qattiq bo'ladi, demak, qattiq bu hayvon yog'lari, o'simlik moylari, bu suyuq bo'ladi. Demak, neytral yog'lar ikkiga bo'linar ekan, yog'larga va moylariga, o'simlik moylariga bo'linadi. Endi o'zi savol tug'iladi, lipidning tuzilishi nima degan savol tug'iladi. Lipidlar glitserin bilan yog' kislotalarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Ya'ni glitserin yog' kislotalari qo'shilsa, teng yog' molekulasi hosil bo'ladi mana. Mana glitserinning formulasi. CH2OH, CH2OH, CH2OH. Mana shu glitserinning formulasi. Glitserin bu 3 atomli spirt. Ya'ni 3 atomli bo'lgandan keyin ko'p atomli bo'ladi bu. Xo'p, demak, glitserin, ya'ni 3 atomli spirt, bitta narsa ekovi. Spirt plus yog' kislotasi qo'shilsa, yog' molekulasini hosil qilar ekan. Endi yog' kislotalari bu turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, to'yingan yog' kislota bilan glitserin qo'shilsa, hayvon yog'larini hosil qiladi ko'pincha. Endi to'yinmagan yog' kislotalari bilan glitserin qo'shilsa, o'simlik moylarini hosil qiladi. Demak, odatdagi holatda qattiq yoki suyuq bo'lishi mumkin. Endi shundan o'simlik moylarining ichida hammasi ham suyuq emas, qattiq bo'lishi mumkin va hokazo yoki aksincha bo'lishi mumkin. Demak, umumiy formula shu. Yog' parchalansa, demak, yog' parchalansa, teskarisi bo'lsa, nimaga parchalanadi ekan? Yog' kislotalari va glitseringa parchalanadi ekan. Ikkovi qo'shilsa nimani hosil qilar ekan? Yog'lar nima uchun polimer emas? Chunki o'zini kichkina monomeriga parchalanmaydi. Masalan, uglevodlar parchalansa, o'zini monomeri glukozaga parchalanadi. Oqsillar parchalansa, o'zini monomeri aminokislataga parchalanadi. Nuklein kislotalar parchalansa, o'zini monomeri parchalanadi. Bular o'zini monomeriga parchalanyaptimi? Yo'q, mutlaq boshqa narsalar. Spirt qada yoki tushunarligi. Keyingisi mumlar. Endi shu 10-sinf biologiyada mumlarni mana qanday yozib qo'ygan. Demak, o'zi aslida mumlar bitta yog' kislota bilan bitta yuqori molekulyarli spirtning birikishidan hosil bo'ladi. Kitobga yog' kislotasi bilan 3 atomli spirtning birikishidan mumlar hosil bo'ladi deb qo'ygan. 3 atomli spirt bu nima-ku? Glitserin-ku. Shuning uchun menimcha asheta noto'g'ri. Endi ximiyada qanaqa yozgan buni o'zingizlar bilasizlar. O'zi biologiyadagi ximiyaviy formulalar unchalik ahamiyatli emas. Menimcha u mavzuga hali hech kim kelmabdi, keldinglarmi? Shuning uchun aniq javob mumlar nimadan tashkil topgan ekan? Bitta yog' kislotasi va bitta yuqori molekulyarli spirt, 3 atomli spirt emas, yuqori molekulyarli deyish kerak edi, adashmasam. Kitobdagini ham o'z aslida qanaqa bo'lishini ham bilib qo'yinglar. Endi mumlar qanday ahamiyati bor? Mumlar hayvonlarda ahamiyati, hayvonlarda terisini qoplab turadi, yungida bo'ladi va qushlarning patida bo'ladi. Bu yerdagi mumlar ana shu patlarni masalan qayishqonligini ta'minlaydi va suv yuqtirmasligini ta'minlaydi. Umuman bular uchun ahamiyati. Keyingisi o'simliklarda qanday ahamiyati borsa, o'simlikning poyasida bo'ladi, bargida bo'ladi, mevasida bo'ladi. Suv ta'siridan himoya qiladi, suv yuqtirmaslik vazifasini bajaradi bunda ham va transpiratsiya, suv bug'latishini kamaytiruvchi omil bo'ladi. O'simlikning bargining usti kutikula, pishiq yupqa qobiq bilan qoplangan bo'ladi. Kutikulaning usti esa mum bilan qoplangan bo'ladi. 6-sinfda ham buni gaplashganmiz. Va asalarilar mumdan uya quradi. Mana mumlarda umumiy qanday ahamiyati bor. Endi bular oddiy lipidlar edi. Endi lipidlarning ikkinchisi murakkab lipidlar. Murakkab lipidlardan eng ko'p uchraydigan 4 ta lipidni bilishingiz kerak. Bular lipoproteinlar, fosfolipidlar, glikolipidlar va steroidlar. Bular haqida gaplashamiz. Demak, bu shundan birinchisi lipoproteinlar. Maniki ko'rib esimga tushib ketdi. Boshida aytib ketishim kerak edi. Qaranglar, lipidlar gidrofob moddalar. Gidro degani nima degani? Suv. Fobiya degani qo'rqmoq. Filiya bo'lsa yoqtirmoq bo'ladi. Animofil. Shamolardan chaynalarga o'simlar. Ya'ni filiya degan yoqtirmoq degan tarjimasi. Gidrofob, suvdan qo'rqadi. Ya'ni yog' suvdan qo'rqadi. Ya'ni yog' suvda erimaydi. Hatto suv bilan
aralashmaydi ham. Menimcha idishkamda qilib turib suvni quyib turib yog' quysangiz, suv alohida, yog' alohida bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun gidrofob deb yozib qo'ydim mana shu yerga. Aytamanda esimdan chiqib qoldi. Suvda erimaydi yog'lar. Umumiy gaplar borda yog'larga oid. Xo'p, yana nimada eriydi? Benzin, xloroform va efirda eriydi. Qaytarib aytaman, benzin, efir va xloroformda eriydi. Bular organik birikmalarda, shunaqangi organik birikmalarda eriydi. Yog' o'zi hujayralarda 5% dan 15% gacha bo'ladi, lekin yog' to'qimalarda miqdori 90% gacha bo'ladi. Demak, teri osti 3-qavati, ya'ni gipodermada, nerv hujayrasida va 3-si sut emuvchilarning sut tarkibida yog' ko'p bo'ladi. Xo'p, endi murakkab lipidlarni tushuntirib ketaman. Aynan shu joylari yana ham qiziq. Lipoproteinlar. O'rtoqlar, so'zni ma'nosiga e'tibor bering. Lipo degani yog' degani, protein degani oqsil degani. Demak, murakkab yog'lar bu yog' bilan boshqa moddani birikishidan hosil bo'ladi. Oqsillar ham shunaqa edi-yu. To'g'rimi? Demak, bu lipoproteinlar yog' bilan kim birikishdan hosil bo'lgan ekan? Oqsilni birikishdan hosil bo'lgan ekan. Shuning uchun lipoprotein deyiladi. Bunga misol sitoplazmatik membrana. Esinglarda bo'lsa, sitoplazmatik membrana nimadan tashkil topgan edi? 2 qator lipid va 2 qator oqsildan tashkil topgan edi. Shuning uchun sitoplazmatik membrana tarkibi lipoprotein desa bo'laveradi. Lekin unga yana boshqa narsalar ham birikadi, hozir aytaman. Xo'p, endi o'zi ana shu sitoplazmatik membranadagi lipidlarning nomi fosfolipidlar edi. Mana fosfolipidlar. Mana sitoplazmatik membrananing tashqi tomoni deydigan bo'lsak, tashqari tomon. Ya'ni to'qima suyuqligi bo'ladi bu yerda. Sitoplazmatik membrananing ichkarisi deydigan bo'lsak, nima bo'ladi edi? Sitoplazma bo'ladi. Sitoplazma to'qima suyuqligi. Sitoplazma ham to'qima suyuqligi ham nima u? Suyuqlik. Nimaga buni gapiryapman? Chunki fosfolipidlar mana sitoplazmatik membranada xuddi shunday joylashadi. Uning mana bu gidrofil boshchasi va gidrofob dum qismidan iborat bo'ladi. Nima uchun gidrofil boshchasi deyiladi? Chunki aynan suvni yoqtiradigan tomonda bo'ladi, suv tomonda bo'ladi. Suyuqlik tomonda bo'lganligi uchun gidrofil boshchasi. Bu tomoni ham suyuqlik tomondami? To'qima suyuqligi. Shuning uchun gidrofil boshchasi va gidrofob dum qismidan iborat bo'ladi. Fosfolipidlar, ya'ni fosfat kislota qoldig'i va lipiddan iborat bo'ladi. Shuning uchun bu ham murakkab lipidga kiradi. Xo'p, endi glikolipidlar. Shu yerda qaranglar. Gliko degan nima degani? Uglevod, glikogen degani. Glikogen, lipidchi. Yog' degani. Bu ham glikolipidlar ham sitoplazmatik membranada bo'ladi. Sitoplazmatik membranada lipid bormi? Lipid bormi? Mana bu lipidmi? Qanaqa lipid shu? Fosfolipid. Mana shu fosfolipidga glikogen biriksa, ikkovi birgalikda nimani hosil qilar ekan? Glikolipidni hosil qiladi. Tushundinglarmi? Glikolipidni. Va mashining nomi nima deyiladi? Glikokalix deyiladi. Demak, glikokalix nima bu? Yo'q, glikokalix bu kompleks birikma. Glikokalix bu nima? Glikolipid. Tushundinglarmi? Yoki shu yerda bir narsani aytib ketdik, glikokalix faqat glikolipid emas. Endi mana sitoplazmatik membrana faqat lipiddan iboratmi? Yo'q, oqsillar mana. Unda integrallashgan oqsillar bor edi, to'g'rimi? Ya'ni orasiga botib kirgan yoki qanaqa oqsillar? Periferik oqsillar bor edi. Mana shu periferik oqsilga glikogen biriksa, glikoprotein, bu oqsilmi? Bu glikogenmi? Glikoproteinni hosil qiladi. Mana shu glikoprotein ham glikokalix hisoblanadi, bilib oling. Tushundinglarmi? Glikolipid ham, glikoprotein ham nima hisoblanadi ekan? Glikokalix hisoblanadi. Demak, glikokalix bu ikki xil bo'lishi mumkin ekan. Glikogenning lipid bilan birikmasi, glikogenning oqsil bilan, protein bilan birikmasi glikokalixni hosil qiladi. Tushundinglarmi? Glikokalix bu kompleks birikma. Demak, aynan shundan glikolipid bu murakkab yog' desa bo'laveradi. Glikoprotein esa yog' emas. Tushunarligi?
Glikogenga siz murakkab glikogen desiz bo'laveradi. Ya'ni murakkab uglevod desiz bo'laveradi yoki murakkab oqsil desiz ham bo'laveradi. Endi glikolipidlar tushunarli bo'ldi. Steroidlar. Steroidlarga xolesterin birinchidan, ikkinchidan yog'da eruvchi vitaminlar kiradi deb yozyapti. Ularga A, D, E, K vitaminlari. Qolgan vitaminlardan bilib qo'ying, ular suvda eriydi. Men vitaminlar ikkiga bo'linar ekan. Yog'da eruvchilar, suvda eruvchilar. Endi bu yerda birinchi narsani aytib qo'ying, ko'pchilikda agar savol tuzib o'qigan bo'lsangiz, shu savol bo'ladi odamning ichida. Domla A, D, E, K vitaminlari steroidlarga kirar ekan, steroidlar murakkab lipidga kiradi. Demak, shunda vitaminlar yog'mi? Degan savol kelib chiqadi. Keyin shunda men yo'q deb javob beraman. Vitaminlar ular. Unda steroidlarga kiradi deyapsiz-ku domla. Tuzilishi steroidlarga kiradi, lekin yog'larga o'xshab, yog'lar 2-3 barobar ko'p energiya hosil qiladi-yu, uglevod oqsilga nisbatan, to'g'rimi? Unaqa energiya hosil qilmaydi bular, vitaminlar. Lekin bilib qo'ying, steroidlarga kiradi. Shu steroidlarga kirishini bilib qo'ying. Ya'ni ular yog'da eruvchi vitaminlarligini biling, steroidlarga kiradi deb yozib qo'yganligi uchun shuni oling, bo'ldi testlarda. Chuqur kirib kelsangiz, yag'yalashib qolasiz hozir. Kelishdiga. Endi asosiy steroidlarga asosiy xolesterin kiradi. Xolesterin haqida ko'p yaxshi va yomon gaplarni eshitganmiz, to'g'rimi? Eng qulog'imizda qolib ketgani xolesteringa boy mahsulotlar nima qiling? Iste'mol qilmang. Xolesterin u qivoradi, xolesterin bu qivoradi deb eshitganmisizlar hech? Eshitganmisiz? Kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan. Ha? Demak, endi xolesterinda ko'pchilik, mana xullas kalom ko'pchilik xolesterinda yaxshi narsa emas deb qulog'ida qolib ketganda, keling shuning uchun birinchi foydali tomonlari haqida gaplashamiz. Xolesterinning birinchi foydali tomoni hujayra membranasining tarkibiga kiradi, bu ham. E'tibor bering, hamma murakkab lipidlar nimaga kiryapti? Hujayra membranasining tarkibiga kiryapti. Xo'p, ikkinchidan, steroid gormonlar sintezida xolesterindan sintezlanadi. Steroid gormonlar, ya'ni buyrak usti bezdan ishlab chiqarilgan kortikosteroid gormonlari va jinsiy gormonlar, erkaklik jinsiy gormonlari androgen va ayollik jinsiy gormonlari estrogen gormonlari xolesterindan sintez bo'ladi. Mana shu yerda hayotda ishlatiladigan, shu kunlarda ko'p ishlatilayotgan, shu yillarda ko'p ishlatiladigan bitta voqea aytib beraman. Shunga doir. Mana demak, steroid gormonlar, masalan, erkaklik gormoni testosteron nimadan hosil bo'ladi ekan? Xolesterindan hosil bo'ladi ekan. Nimaga buni aytyapman? Men doktor bo'lmam, ishlayman, bilasizlar. Poliklinikada ishlayotganda bir o'zimizni o'quv markazida o'qigan o'quvchi keldi. U shug'ullanayotdi ekan, boshqa fanda o'qigan u, lekin keldi. Shunaqa doktor dedi, shunaqa olmoqchiman dedi. Kimdir buyurdi meni. Nimaga olyapsan? Shug'ullanyapman dedi. Endi testosteron bu erkaklik gormonida bu. Ya'ni insonni rag'batga undaydigan gormon hisoblanadi. Ya'ni u kimdir zalga borib shug'ullansa, 1 soat, 2 soat shug'ullanadi deylik. 2 soatdan keyin nima bo'ladi? Charchaydi, lekin bu gormon ukolni olgan odam 2 soatda charchamaydi. 3 soatda ham charchamaydi, 4 soatda charchaydi. Masalan, misolda 2 barobar nima deydi, kuch ko'payib ketadi. Ya'ni charchaganini his qilmaydi. Charchaganini charchoqni his qildirmaydigan gormonda bu gormon. Shuning uchun buni olgan odam men zo'r shug'ullanyapman deb o'zida motivatsiya uyg'onib, yana olgisi keladi bu gormonni. Endi domla oqibati nimaga olib keladi deydigan bo'lsangiz, bu hali o'smirin yoshlar olyapti-da bu gormonni. Zarar bilib qo'ying. Nima zarar keltiradi domla deydigan bo'lsangiz, qarab turing. O'zi urug'donlardan normada testosteron erkaklik gormoni ishlab chiqariladi. Me'yor bor. Qanchadir miqdorda me'yor ishlab chiqariladimi? Ishlab chiqariladi. Endi u doimiy ravishda qanchadir muddat mana shu gormonni olib yuribdi. Tashqaridan kiryapti. Organizm birinchidan organizmga kerak emas ekan, u qayerdandir kelyapti deb, shu urug'donni o'zi ana shu testosteron gormonini ishlab chiqarmay qo'yadi. Yo ishlab chiqaradi, kam ishlab chiqaradigan bo'ladi. Mana shunaqa kasallarni biz eshitganmiz, men o'zim ko'rmaganman, shu mutaxassisdan eshitganman. Nima bo'ladi bu holatda degan bo'lsangiz, doimiy ravishda testosteron gormonini olishlikligi o'zi erkaklarda estrogen, ya'ni estrogen gormonlaridan ishlab chiqariladi.
Lekin mana shu estrogenni bu estrogenni hosil bo'lish kuchayib ketadi xullas kelam. Ya'ni ayollik gormoni hosil bo'lish nima bo'ladi? Kuchayib ketadi. Ko'krak bezlarining rivojlanishiga olib keladi erkaklarda. Endi mana shu gormonni ko'p olaverganida. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa hayotda bo'lgan narsa. Mana shunaqa hayotda bo'lgan narsa. Shuning uchun har xil gormon har xil gormonlarni bo'lar bo'lmasga olavermaslik. O'zi shu 2 soat charchab shug'ullansa ham yetarli bo'ladi. Shug'ullansin avvalambor. Tushunarligi? Mohiyatini tushunib oldinglarmi? Demak, xolesterindan qanaqa gormonlar hosil bo'lar ekan? Steroid gormonlar hosil bo'ladi ekan va xolesterin D vitamini sintezi uchun ham zarur. Mana organizmimiz uchun xolesterin qanchalik kerak. Ammo organizmimizda xolesterin miqdori ortib ketadigan bo'lsa ham zarar, me'yor kiradi. Nima bo'ladi? Qon tomirlar, mana bu qon tomir deydigan bo'lsangiz, qon tomirlarning ichki devorida mana bunaqa yog' va tuzlar to'plana boshlaydi xolesterindan. Tushunyapsizmi? Qon tomirlarining ichki bo'shlig'i torayadi. Mana shu kasallikni biz ateroskleroz deymiz. O'quvchilar noto'g'ri aytishadi. Domla arterioskleroz, arteriyaga taqqoslash bo'ladi. Yo'q, ateroskleroz. Atero degani bo'tqa degani, skleroz degani torayish, bo'tqasimon torayish bo'ladi bu yerda. Tushunyapsizlarmi? Nima uchun torayapti? Xolesterin miqdorini ortganligi hisobiga ateroskleroz kasalligi bo'lyapti. Endi ateroskleroz kasalligi bo'lgandan keyin hattoki bu insult, infarktlarga ham olib keladi ekan. Nima degani? Insult degani. Insult degani bosh miyaga qon quyilish degani. Nima uchun insultga olib kelyapti? Chunki normada masalan bosh miyadagi qon tomiri devori mana shuncha edi. Lekin mana bu ichida yog' va tuz to'planganligi hisobiga nima bo'ldi u? Torayib qoldi. Natijada normal oqayotgan qon bosimi nima bo'ldi? Bosim kuchaydi, napor bilan oqyapti. Chunki tor joydan o'tyapti endi. Natijada tiqilib qonni quyuq qismi tiqilib qolgan bo'lsa, shu yo'lga tiqilib qolgan bo'lsa, o'tmaydimi qon? O'tmasdan qon tomiriga kuch kelib, qon tomirni yorib yuboradi. Shu bosh miyaga qon quyilishiga sabab bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buni insult deydi. Bosh miyaning qaysi sohasida insult yuz beradigan bo'lsa, ana shu soha boshqaradigan organlarning ishi nima bo'ladi? Buziladi. Ana oyog'i ishlamay qolibdi, yurmay qolibdi deb eshitgansizlar, to'g'rimi? Yuzi yoki qo'li. Shuning uchun bu o'zi aslida mana shundan kelib chiqyapti. Endi infarkt nima? Infarkt degani xuddi shu tomirni torayishi, ateroskleroz bo'lishi, masalan, ana shu yurakni qon bilan ta'minlagan qon tomirida bo'ladi. Yurakni qon bilan ta'minlagan qon tomirining nomi Biloldan nomi nima? Tojsimon arteriya. Tushunyapsizmi? Tojsimon, ikki tutam tojsimon arteriya. Masalan, mana bu yurak bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar. Mana shu yurakda mana bunday chiqqan ikki tutam tojsimon arteriya qon tomiri bor. Mayt to'sib qo'ydi. Yurakda muskul va hujayralari mana shu qon tomiri, asosiy qon tomiri bilan ta'minlanadi. Mayt to'sildi. Nima bo'ladi endi? Yurakda muskul hujayralar qon bilan ta'minlanadimi? Yo'q, ta'minlanmaydi. Natijada yurak muskullarida qon aylanish buziladi. Natijada yurak ishlamay qoladi. Mana shuni nima deymiz ekan? Infarkt deymiz. Infarkt, insult bosh miyaga qon quyilish. Infarkt yurakda muskullarini qon bilan ta'minlanish buzilishi tufayli kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Infarktga ham eng ko'pchilik kasalliklar. Insultga ham sabab nima? Xolesterin. Bir tomondan to'g'ri aytyapsiz, uglevod deb. Chunki mana shu kasalliklarga sabab nima bo'lyapti? Birinchidan chekish, ikkinchidanchi jismonan kam harakatlik, uchinchidanchi noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish deganda qanaqa ovqatlanish? Xolesterin ko'p iste'mol qilish yoki yana yog'li ovqatli ko'p iste'mol qilish, yanachi yoki ko'p ovqat yeyish. Ko'p ovqat yeyish deganda xolesterin yog'li bo'lishi shart emas, uglevodli ham bo'lishi mumkin. Chunki uglevod organizmga kirgandan keyin nimaga aylanadi? Oshiqchasi yoqqa aylanadi. Yoqqa aylanadi. Shu mana yeyishyapti-yu, hozirasi ko'payib ketdi. Hot dog, hamburger, lavash, to'g'rimi? Nima u? Usti o'ralgan xamir, kuygan go'sht. To'g'rimi?
gazli ichimlik. O'tgan darsda aytib berdim, gazli ichimlik nimaga olib keladi dedim? Organizmni qanaqa muhit kuchayishga olib keladi dedim? Kislotali muhit kuchayishiga olib keladi dedim. Kislotali muhit kuchayish nimaga olib keladi dedik? Oqsillarning denaturatsiyasiga olib keladi dedik-ku. Ko'ryapsizmi? Gazli ichimlik ham o'laydi deyapmiz-da, o'laydi. Qo'pol qilib aytganda, bu hazlashganim yo'q. Mayli, masalan, ora-qurada yeb turish kerak, lekin ba'zilar doimiyga aylantirib olgan. Bu zarar. Bilib qo'yinglar. Katta zarar. Gazli ichimliklar. Tushunarliki? Xo'p. Demak, bo'ldi. Bu bitta narsada dars faqat shu kitobda nima bo'lsa, ashuni aytib qo'yish emas, mana shu hayotga bog'lab berish kerak. O'zi hayotda ishlatish uchun o'qiyapsizlar bu narsalarni. Amaliy jihatdan ahamiyatini ko'rib chiqishinglar kerak sizlar. Demak, qayerga keldik? Foydali tomoni ham bor ekan, zararli tomoni ham bor ekan. Demak, xolesterin iste'mol qilish kerak ekanmi? Ha, me'yorida. Tushunarliki? Infarkt, insult, aterosklerozni oldini olish uchun nima qilish kerak ekan? Chekmaslik kerak. Yana-chi? Jismoniy mehnat, jismoniy harakat qilish kerak ekan. To'g'ri ovqatlanish kerak ekan. Tushunarliki? Xo'p, lipidlarning vazifalariga keldik. Birinchi vazifasi struktura vazifasini bajaradi. Ya'ni hujayra membranasini hosil qiladi. Hozir o'zi aytib bo'ldim. Lipoproteinlar ham, fosfolipidlar ham, glikolipidlar ham, hattoki steroidlarga mansub xolesterin ham hujayra membranasining tarkibiga kiradi. Ham murakkab lipidlar kiradi ekan. Ikkinchisi, boshqarish funksiyasini ham aytib bo'ldik. Ya'ni gormonlar boshqarishda ishtirok etadi. Buyrak usti bezidan ishlab chiqarilgan kortikosteroid gormonlari va jinsiy bez gormonlari, estrogen gormonlari, androgen gormonlar, buyrak usti bezidan mineralokortikoid, glukokortikoid, androgen, estrogen, adrenalin, noradrenalin gormonlar ishlab chiqariladi va hokazo. Demak, bular qanaqa tabiatiy gormonlar ekan? Aynan buyrak usti bezida ishlab chiqarilgan kortikosteroid gormonlari, steroid, ya'ni yog' tabiatli gormonlar. Biz gormonlarni ikkiga bo'lamiz deganmiz-a? Yog' tabiatli, oqsil tabiatli. Buyrak usti bezi bilan jinsiy bezdan tashqari qolgan hamma gormonlar oqsil tabiatli bo'ladi. Energiya funksiyasi. Demak, 1 gram yog' parchalanganda 903 kilokaloriya yoki 38.9 kilojoule energiya ajrab chiqadi. Uglevod bilan oqsildan ko'ra 2-3 barobar yuqori. Ularda 4/1 bilan 17/6 ida. Endi qarang, energiya funksiyasi kimda qanday ahamiyatli? Uyquga ketadigan hayvonlar uchun, masalan, kim edi? Ayiq. Yoz bilan kuzda zaxira yog' to'playdi, qishda uyquga ketadi. Uyquga ketdi, zaxira yog'i parchalanib, uni hayotiy jarayonlarini ishlash uchun energiya bo'lib turadi. Demak, ayiq uchun uyqu energiya vazifasi tushunarli bo'ldimi? Endi o'simlik urug'i uchun energiya vazifasi ikkinchi. Qanaqa bo'ladi u? O'simlikni unib chiqishi uchun o'simlikni urug'ini endospermida shu yog'lar to'planadi, uning uchun energiya bo'ladi. O'simlik urug'ini unib chiqishi uchun. Va uchinchidan, cho'l hayvonlari uchun ham energiya bo'ladi. Masalan, tuya o'rkashida to'planadigan yog' ikkita manba uchun xizmat qiladi. Birinchidan, zaxira energiya bo'ladi yoki suv manbai hisoblanadi. 1 kilogramm yog' parchalansa 1.05 yoki 1.1 litr suv hosil bo'ladi, ko'proq suv hosil bo'ladi. Yog'ning aynan qaysi qismi oksidlanganidan hosil bo'ladi? Yog' kislotalari oksidlanishidan hosil bo'ladi suv. Demak, energiya vazifasi. Tushunarligi? Xo'p, 4-vazifasiga keldik. Himoya vazifasi. Mana terimizni ichidagi 3-qavatli gipoderma. Gipoderma qavati organizmni toksinlardan, nima degani? Zahardan va mexanik ta'sirlardan himoya qiladi. Mexanik ta'sirdan, yog'li bo'lsa, ancha-munchaga kaltak o'tmaydi. Va issiqlikni saqlash vazifasini ham bajaradi. Sovuqda yashaydigan kimlar? Kurak oyoqlilar, oq ayiq bor ana, yana-chi? Kitsimonlar, bularda issiqlikni saqlaydi. Chunki yog' o'zi organizmda issiqlik hosil bo'lib turadi. U issiqlikni nima qilib turadi? Ushlab turadi. Issiqlikni ushlab tursa, tana
harorati me'yorda turadi. Bu hayvonlar, chunki sistem buzuvchi hayvonlar tana harorati me'yorda turishi kerak. Shuning uchun bu himoya vazifasini bajaradi. Suv bug'latishni kamaytiruvchi moslanish ham bo'lishi mumkin. O'simlikni bargini usti mum bilan qoplangan bo'ladi. Bu transpiratsiyani kamaytiradi. Mana himoya vazifasiga adashtirmasligingiz kerak. Kimlarda energiya vazifasini bajaradi? Kimlarda himoya vazifasini bajaradi? Bir-biridan farqlay olishingiz kerak. Va 5-inchisi zaxira vazifasini. Ayrim o'simliklarda nima zaxira holda to'planadi? Zaxira holda to'planadi. Yo'q. Xo'p. Ikkita K. Kungaboqar, kana kunjut. Ikkita Z. Zaytun, zig'ir. Soya, yeryong'oq, g'o'za, maqsad. Ikkita kitobdan bitta qilib qo'ydim. Jami 8 ta o'simlikni aytib olishingiz kerak. Ular urug'ida, hattoki mevalarida demak zaxira holda to'planadi. Xo'p, hayvonlarda cho'l hayvonlari va qish uyquga tegan hayvonlarda zaxira vazifasini ham bajaradi. Faqat energiya emas. Energiya va zaxira bitta ketadi endi bir yo'li. Tushunarlimi? Mavzuning eng asosiy qismi shu edi. Mavzu tushunarli bo'lsa, qo'l ko'taringlarchi. Like-chani bosib qo'ying, keyin nima edi? Do'stlaringizga ulashib qo'ying. Zero nima deydi? Manfaatli bo'lganini biz ham his qilaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.